Bering. Aka. 63 milyon 500 ming so'm bo'lyapti mana shu to'rttasi. Bu ikkita, mana uchinchisi, mana to'rtinchisi. Aka, rozilisiz 64 ga. Keng xursandchilik mana. Nechta oldingiz? Aka qayerdan keldingiz? Marhamatda. Andijon viloyati Marhamat tumanidan kelishdi mana. To'rttasi baraka bo'ldi. 64 million so'mga mana. Bo'nta yetti. Yo'q, mana to'rttasi hozir 64 millionga. Nariga 6 tasi necha pul bo'ldi? 64 bo'ldi, 6tasi arzon berib 6 tasi ham juda arzon bo'ldi. 13,5 dan hisoblaydi. 13,5 dan ketdi. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Novosidan bor, Xunojidan bor. Eng asosiysi yo'lda bo'yida. Bu tarafdan kelganda Mingbuloqdan kelganda, bu tarafdan kelganda Toshbuloqda yo'lida. Yo'lda bo'yida. Mana shunchakilarimiz kelishdi. Narx bozordan xudo xolasa yengil qilib berishyapti. Soni ko'p. Ekran ostidagi nomerlarga telefon qilasizlar. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib tursalar, xudo xolasa bundan da zo'rlari hali oldinda. Borki ma'lumotlarni berishaveradi. Ekran ostidagi nomerlarga telefon qilasizlar.